Mendan rosayam ko'p so'rashadi. Mohira Bonu, rostdan massajyor roliklarni, guashalarni effekti bo'ladimi deb. Qizlar, agarda siz uhud qilayotgan bo'lsangiz, kremlaringiz rezultat bermayotgan bo'lsa yoki siz kremlaringizdan lifting effekt kutayotgan bo'lsangiz, тогда siz обязательно rolik va guashadan foydalanishingiz kerak. Shaxsan men nechidir yillardan beri guashadan foydalanaman va yuzimda alhamdulillah umuman ajinim yo'q. Atak meni yoshimda уже давно tushishi kerak edi yuzimga. Lekin umuman ajin tushmaydi, chunki men sivoritkalarimni va kremlarimni guasha yordamida suraman. Buni sizlarga tekindan-tekin videolarini chiqarib olganman. Bemalol akkauntimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bular sizlarni shunaqa kremlaringlarning lifting effektini oshirib beradi. Bular bilan обязательно yaxshisi, originali bilan foydalaninglar. Ani Xitoylari umuman effekt bermaydi deb qo'ying. Bular keyin qizlar xolodilnikda turishi kerak, muzdekina bo'lib.